Andakın eng echinishli bir vaqa xalqaro bozorniki yon tarafdagi mau Xinhuajan mau Dongxanshan tarafga yo'l qaraydigan kameradan bak ochiq ko'rinmabdi. Shu kuni soat shu 12:01larda ashaliqi Dongxanshan tarafga o'tadigan Konu Tumaris restoranning oldidan Dongxanshan tarafga o'tadigan ashada bir osma ko'vrik bordi. Shu ko'vrikniki ashada mau Changloyan tarafga qechiyotgan, kelayotgan xalqaro bozor tarafdan qochib chiqayotgan ashadagi odamlarni rasmiy askarlarninki ashaliqi rasmiy urushda vang 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 atadigan aş şəkildə çoğ yolda qırğın qılğan bir görünüş var qarang. Hozir gapingizni bu yerda to'xtatib qo'yib tursam, qarang, hozir degan gapingizni borku, men ilgirki o'zimniki so'zlagan bir videosidan tilga olgan, 5-yil 40-yil bo'lib o'tgandan keyin ertasilam men bir kimni ziyorat qildim. Ziyorat xotirasini men shu ishkirdagi muxbirlarniki bir narsalarni pash qiladigan videolarga o'xshash men bu yoshirin suratga oldim. Osh kechidagi ahvolni deb berganlarini degan shu video xotirasidagi hozir degan gaplaringizning naq aynısini shu bolama menga aynan tasvirlab bergan. Ashuna birlikda anglab baksak bo'pti ekan, faqat ovozini lam qo'yay. Mayli, ashni bir anglayli. Sizningki Erkin Osiyoga bergan radiodagi shuning ichidami binoning ustidagi soqchi marganlarniki bolalarni o'qitib tutganligi haqida degan. Onu men öz gözüm bilib ko'rdim. Onunmu men shu o'zimniki shu burungi 5-yil materiallarini bütün hammasini aqtirib, shu balniki videosining 30 sekundlik qismini, ya'ni chiroyini chiqarmay turib, o balniki degan gaplarni aynan shu 30 sekund faqat soqchilarniki otqini degan yanilam chiqargan, qiz o'g'illarniki o'lib ketganini shu so'ziga qisqa chiqardim. Keyin aqtirib bütün intervyuniki bütün qismini anglasam, siz degan gaplarniki aynısini menga shu bola deb beribdi ekan-ku. Men diqqat qilmaylam. To'g'ri shu. Otqini deb o'ylabdiman. Binoning ustidagi otqanlarni degandeklarni shu namoyishlarni qandoq bostirganligini bir anglab baksak hozir qo'yay hamsa. Bo'ldi. Hozir ovoz aniq chiqamdikan? Anlag'ili bo'ldika, ishqib azroq nima bor? Sayin ovoz bor. Davomlashtiray hamsa. Soatni so'rgan vaqtimda mikrofonni aytyapti ekanman, shu yer aniq chiqmay qolibdi ovozdan. Keyin yoshda o'rib berib chaqqandan keyin bu ishning oxiri yaxshi bo'lmaydi. Asli yaxshi ishdi bu. Biz faqat to'g'ri borgan Ashqalon o'lgan qarindoshlar o'zi kim program qo'yadi, o'xshashdan chiqadi, namoyish boshlandi. Men shu u yoq Ashqalonni o'tib, birinchi oyoq qarab shayxonani tarafga, shu tarafga boshlab chiqish boshladilar. Asli bosh bir o'tib ketgan. Tinch namoyish to'g'rilab ketgan. Ben de sizin şuranın aslında o şeyde de koydum. Akrep şirgen o şeyde koydum. To'xtab qo'yib turib, hozir degan gaplarni bir takrorlay, balkim ochiq chiqmagan bo'lishi mumkin. Men vaqtini so'radim, siz qancha soat, qanchalarda degandek gaplarimni shu aniq chiqmay qolibdi. Nima desam, apparatni qo'limda tutib olgan bo'lgandan keyin mikrofonni aytib olgan o'xshayman. Men siz shu namoyishda sizmi bormi? Men soat 6dan burun men bordim, uning keyingisini uqmayman deb so'radimda. So'rsam, o yerda jon aytolmasam, men namoyishda ularning ichida xudoyim saqlasin undashdan degandek gapini anglagan bo'ldingiz. Namoyish shu mashinani yo'lda to'xtab qo'yib, shularning ichida aran o'zining jinini olib qochgan ekan-da. Bu bal shu kuniki oldingi kuni 90dan chiqib ekan-da, mashina orqali yangi mashina eliblan Mesela yaxshi diqqat qilaylik.
Hozirgi gapni aldingizmi? Binoning ustida deydi, to'g'ri Binoning shu. ustidan vang vang o'q chiqaryotidi degan gapni To'g'ri olmadim. shu. To'g'ri. Mushunchalik voy oxirgi qismini chiqiribdiman. Uning oldidagi degan gaplari shu binoning ustida turib ne qotadi degan shuni bir isbot sifatida ko'pchilik bilan To'g'ri o'rtaq. shu. Shu Erkin Osiyo radiosiga berganingizdan hozir men ilgari hech qachon anglab boqmagan. Mayli u namoyishdan burun o'rinlashtirgan bo'lsin, keyin o'rinlashtirgan bo'lsin, binoning ustiga chiqib olib soqchilarniki o'sha bolalarni qirg'in qilishi, o'q chiqarib bu rasmiy bu qiyomat qoyim bo'lgan kecha degandeklam bir Ha. qiyomat bo'lgan kecha degandek Ishninki voqeaninki shu qirg'inchilikniki kelib chiqishi, ondan keyin uning taraqqiyoti, shu kundagi Xitoy hukumatining tutgan pozitsiyasi, ya'ni asosli Wang Lechaning tutgan pozitsiyasiga diqqat qilsangiz, bunda bir qirg'inchilikniki, bunda bir voqeaning bo'ladiganligini Xitoy hukumatimi biladi adam. Ham Xitoy hukumatining shunday bir voqeaning bo'lishiga ehtiyoji bor o'sha yerda. Chunki nima ish qilsangiz